Hurmatli do'stlar, kanalimizni kuzatib borayotganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Lekin kanalimizni rivojlantirish uchun bizga obuna bo'ling va videolarga like bosishni unutmang. Bu siz uchun bir soniya xolos. Ammo bu kanalimiz rivojlanishi uchun katta imkoniyatdir. Agar videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarda o'z fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hurmat bilan Mr. Dalmurodjon kanali. Oy, inson qadami yetgan zamin, go'zal va sirlarga boy bo'lgan diyor. Bundan qariyb 50 yil avval insoniyat oyga uchdi va tarix yaratdi. Faqat bir narsa qiziq, biz faqatgina oyning bizga ko'rinadigan tomonini o'rgandik. Lekin qorong'u tomonida nimalar mavjud? Biz bilmagan qanday sirlar bor? Insoniyat nimalarga tayyor turishi lozim? Buni bilish uchun biz oyga yana bir bor uchishga qaror qildik. Artemis 2. Artemis missiyasi insoniyat kelajagi uchun burilish nuqtasi hisoblanadi. Sababi, shu vaqtga qadar hech kim oyga boshqa qadam bosmadi. Bu nafaqat oyga yana bir bor parvoz qilish, balki NASAning yana bir maqsadlaridan biri bu oyda baza yaratish. Bugundan boshlab Yer faqatgina ko'k rangli nuqta emas, balki tirik bir sayyor ekanligini kosmosga isbotlaydi. Bugungi sonimizni Apollo 17 astronavti Jim Cernerning oyga aytgan so'nggi so'zi bilan boshlasak. Biz ketganimizga qaytamiz va Xudo xohlasa, tinchlik va umid bilan qaytamiz. Butun insoniyat uchun. Ko'rishguncha Yer. Astronavtlar bu safar qanday raketada uchishadi deb o'ylayapsizmi? Bu safargi parvoz uchun NASA Space Launch System SLS raketasini tanladi. Raketa balandligi qariyb 100 metrdan ortiq bo'lib, bu ozodlik haykalidan ham balandroqdir. To'liq yuklanganida u 700 ming gallondan ortiq yoqilg'ini olib yuradi. Bu Olimpiya o'lchamidagi suzish havzasidan ham ko'pdir. Uchirish vaqtida bu aql bovar qilmaydigan tezlikka erishadi. Apollo davridagi Saturn 5 raketasidan 15% ga ko'p tortish kuchiga ega. Aynan shu Saturn 5 birinchi marotaba odamlarni oyga olib chiqqan edi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu raketa siz ko'rgan boshqa ko'pgina raketalarga o'xshamaydi. Bu kosmik kemaga juda o'xshaydi va bu ataylab aynan shunday yaratilgan. Albatta siz to'q sariq rangning asosiy qismini ko'rmoqdasiz. Bu asosiy yoqilg'i bakidir. U yoqilg'ining asosiy qismini olib yuradi va uning ostida 4 ta RS-25 dvigateli joylashgan. Yon tomonida esa 2 ta kuchaytirgichlar joylashgan. Ular orqali raketaga uchirish maydonchasidan ko'tarilish uchun kerakli kuch beradi. Ular raketani maydonchadan ko'tarilish uchun kerakli dastlabki 75% dan ortiq kuchni ta'minlaydi. Yuqoriga qaraganda esa oraliq reagen harakatlanish bosqichi joylashgan. Bu raketa kosmosda bo'lgandan keyin kemani oyga yo'naltirish uchun qo'shimcha kuch beradigan qism hisoblanadi. Va nihoyat eng tepada Orion joylashgan. Aynan shu yerda ekipajlar uchish vaqtida bo'ladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'yin tepasida kichik minora bor. Bu uchirish vaqtida xavfsizlik va qutqarish uchun mo'ljallangan tumshug'i hisoblanadi. SLS raketasi haqiqatda ham tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ulkan. Raket ustida turgan ko'taruvchi platforma esa bir vaqtlar barcha Saturn 5 va kosmik kemalarni uchirish maydonchasiga olib chiqqan o'sha mashhur qurilmadir. U juda sekin harakatlanadi. Butun jarayon taxminan 12 soat davom etadi va bundan tashqari ular juda ehtiyotkor bo'lishi lozim. Har qanday istalgan tebranish yoki harakat raketaga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bu Apollo 8 raketasini uchirgan o'sha mashhur uchirish maydonchasi bo'lib, bu yerda oldin o'sha Artemis 1 missiyasi uchun SLS raketasi uchirilgan. Lekin bu safar hammasi boshqacha. Artemis 1 raketasi sinab ko'rildi, ammo bu safar oyga 4 ta qahramon, ya'ni 4 nafar inson yo'l olmoqda. Demak, astronavtlar kosmosga olib chiqadigan raketa bor. Endi ularni tirik saqlaydigan kema kerak. Keling, Orion bilan tanishaylik. Orion insoniyat
kosmos sayohati uchun yaratilgan birinchi kemadir. Bu ekipaj moduli astronavtlar sayohat davrida u yerda yashashlari, uxlashlari va ovqatlanishlari mumkin bo'ladi. U yerda 4 nafar ekipaj a'zosi 21 kun davomida yashashlari mumkin. Uning kengligi ataga 16,5 fut, taxminan 5 metr va balandligi 11 fut, ya'ni 3,35 metr. Bu Apollo kemalariga qaraganda 60% ga ko'p joy degan. Ekipaj moduliga Yevropa xizmat moduli biriktirilgan. Bu kemaning hayotni ta'minlash tizimi desak ham bo'ladi. U o'z turidagi dunyodagi eng katta issiqlik qalqoniga ega bo'lib, soatiga 25,000 kilometr tezlikda yerga qaytishga ham bardosh bera oladi. Tezlik yetarlicha pasaygandan keyin 11 ta parashyutlar ochiladi. Kennedy kosmik markazida bo'lganimizda Orion quriladigan obyekt ichida bo'ldik. Aynan shu yerda har bir kemani chuqur sinovdan o'tkazishadi va uni kosmos vakuumiga tayyorlashadi. Siz hozir ko'rayotgan jism Artemis 3, 4 va 5 missiyalari uchun mo'ljallangan haqiqiy Orion ekipaj kapsulasi. Shuningdek, Artemis 6, 7 va 8 uchun ham kapsulalarni ko'ryapsiz. Chunki bu kapsulalar qayta ishlanadi. Ular okeandan yig'ib olinadilar, keyin ta'mirlanadi va yana Oyga sayohat uchun tayyorlanadi. Buni amalga oshirish uchun ular juda ilg'or issiqlik qalqoniga ega bo'lishlari kerak. U ekipajni yerga xavfsiz qaytarish uchun o'zini qurbon qiladi. Hurmatli do'stlar, kanalimizni kuzatib borayotganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Lekin kanalimizni rivojlantirish uchun bizga obuna bo'ling va videolarga like bosishni unutmang. Bu siz uchun 1 soniya xolos. Ammo bu kanalimiz rivojlanishi uchun katta imkoniyatdir. Agar videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarda o'z fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hurmat bilan Mr. Dalmurodjon kanali. Endi keling, shu kemada uchadigan ekipajlar bilan tanishaylik. Artemis 2 missiyasi komandiri bilan tanishing. Reid Wiseman. U qaror qabul qilish va ekipajlarni muvofiqlashtirish uchun javobgardir. Wiseman AQSh harbiy dengiz kuchlarining asosiy sinov uchuvchisi bo'lib, 2009-yilda NASA astronavti bo'lgan. 2014-yilda Xalqaro kosmik stansiya parvoz qilib, 165 kun kosmosda bo'lgan va 2 ta kosmik uchishni amalga oshirgan. Uchuvchi Viktor Glover bilan tanishing. Glover 40 dan ortiq turdagi samolyotlarda 3,5 soatdan ortiq parvoz vaqtiga ega sinov uchuvchisi. 168 kun kosmosda bo'lgan va 4 marotaba kosmik uchishni amalga oshirgan. U bir nechta magistr darajasiga ega. Yana bir mutaxassis Kristiana Cook. Cook xonim Xalqaro kosmik stansiyada 328 kun bo'lib, bir ayol tomonidan eng uzoq yagona parvoz rekordini o'rnatgan. U 6 ta kosmik uchishni amalga oshirgan, shu jumladan tarixdagi birinchi butunlay ayollar jamoasiga sardor bo'lgan. Cook muhandislik va fizika bo'yicha bakalavr va magistr darajasiga ega. Janubiy qutbda 1 yil ilmiy ish olib borgan, Yupiterda, Juno zondida va Van Allen radiatsiya zondlarida turli NASA missiyalarida ishlagan. Va nihoyat ikkinchi uchuvchi Jeremy Hansen. Hansen Kanada kosmik agentligi va Oyga boradigan birinchi amerikalik bo'lmagan inson hisoblanadi. U havo jangida bosh qo'mondon bo'lgan. Kosmik va fizika bo'yicha bir qancha darajalarga ega. U NASA astronavtlari sinfini boshqargan birinchi kanadalik va bu uning kosmosda birinchi parvozi hisoblanadi. Keling endi astronavtlar Oyda sayohat vaqtida nimalar bilan shug'ullanishini bilib olsak. Artemis 2 missiyasi 10 kun davom etadi. Uchirish kuni insoniyat tarixidagi noyob lahzalardan biri bo'ldi. Butun dunyo bu tarixiy voqeani kuzatish uchun to'xtab qolgandek. Butun dunyoda minglab odamlarning o'nlab yillik mehnati shu lahzaga olib keldi. Artemis 2 ekipajlari yorqin to'q sariq rangli Orion kostyumlarini kiyishadi. Bu kostyumlar faqatgina uchirish va qaytish vaqtida kiyiladi va ular kichik kosmik kemalar kabi ishlaydi. Bironta baxtsiz hodisa yuz bersa, kostyum ekipajini saqlab qoladi. Kostyum kiyib bo'lgach, ular Neil Armstrong va tekshirish binosidan chiqib, raketaga yo'l olishadi. 4 nafar inson o'sha tepaga o'tirib, hech qachon biror inson bormagan darajada uzoqqa, uydan ancha uzoqqa borishga tayyor turishadi. Keyin o'sha mashhur hisob boshlanadi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parvoz.
4 ta RS-25 dvigateli bir vaqtda ishga tushadi va bir necha soniyadan keyin 2 yoqilg'i kuchaytirgichi ularga qo'shiladi. Natijada 5.5 million funt og'irlikdagi raketa uchirish maydonchasidan ko'tariladi. Bu 16 tadan ortiq Boeing 747 samolyotidan ham og'irroqdir. Kuchaytirgichlar bir marta yopilgach, ortga qaytish yo'q. Raketa uchirishi shart. Bortdagi astronavtlar ko'tarilishi vaqtida o'zlari bosib turgan tortish kuchini his qiladi. Yer yuzasidan 40 km balandlikda 3 dan 2 daqiqa o'tgach, raketa kuchaytirgichlari ajralib chiqadi. Asosiy bosqich yana 6 daqiqa davom etadi. Raketa kosmosga chiqadi, Yerdagi boshqa har qanday transport vositalaridan tezroq tezlashadi. To'xtab turgan holatida soatga 17000 km tezlikda atigi 8 daqiqada yetadi. 8 daqiqa 30 soniyada asosiy dvigatel o'chadi va ulkan to'q sariq asosiy qism yerga qaytib tushadi. SLS o'z vazifasini bajardi va endi Orionni sinash vaqti keldi. Orion quyosh panellarini ochadi va xasus yuqori yer orbitasiga o'tadi. Ular missiyaning dastlabki 24 soatini shu yerda o'tkazishadi. Mazkur kosmos aloqa tarmog'i Orion bilan aloqa kanallarini sinab ko'radi va Yevropa kosmik agentligi ta'minlagan hayotni qo'llab-quvvatlash tizimi to'g'ri ishlayotgani tasdiqlanadi. Orion shuningdek katta hajmdagi ma'lumotlarni yerga uzatadigan lazerli qabul qiluvchi qurilmaga ega. Bu chuqur kosmik missiyasi optik ma'lumotlar uzatishning birinchi haqiqiy sinovi. Ular soniyasiga 260 gigabaytgacha tezlikda katta video fayllarni yoki hattoki 4K jonli tasvirlarni yerga uzatishda maqsad qilgan. Bu ba'zi odamlarning uy internetidan ham tezroqdir. Agar bu tizim ishlasa, biz Artemis 3 Oyga qo'nish missiyasini 4K sifatida tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Orbitadagi birinchi kunlar ular Orionni kosmosga qo'lga boshqarishni mashq qilishlari kerak. Buning uchun hali orbitada birga bo'lgan raketaning yuqori bosqichi bilan mashqlar o'tkaziladi. Bu juda muhim mashq, chunki Artemis 4 missiyasida boshlab ekipajlar Orionni Oy darvozasi stansiyasi bilan boshqarishlari kerak bo'ladi. Orion avtomatik ravishda orqaga o'girilish manevrini bajarib, yuqori bosqichga keladi. Keyin ekipaj qo'l boshqaruvi yordamida unga sekin yaqinlashadi. Ular taxminan 9 metr masofada yaqinlashib, keyin orqaga chekinib, yana bir necha mashq harakatini bajarishadi. Barcha tekshiruvlar yakunlangach, NASA missiyasini davom ettirish va Oyga borishga ruxsat beradi. Missiyaning ikkinchi kuni bu chinakam uzoq kosmos sayohatiga aylanadi. Orion o'z dvigatellari yordamida birinchi yonishni amalga oshirib va oddiy qilib aytganda ular bortdagi dvigatellar yordamida Yer orbitasidan chiqib, Oy tomon yo'l olishadi. Ular ketayotganda Van Allen radiatsiya kamarlaridan o'tishadi. Bu Yerni magnit maydoni tufayli zarbalardan zararlar tutib qoladigan ikki mintaqa hisoblanadi. Artemis 2 missiyasining ajoyib tomoni shundaki, ular Oy atrofida bosib o'tadigan yo'l ekin qaytish trayektoriyasi deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, ular Yerni va Oyni tortishni kuchi yordamida asosiy ishni bajarib, ekipaj xavfsiz uyga qaytishlariga yordam beradi. Orion Oy orqa tomoniga aylanib chiqqandan keyin xohlagan holatda ham uyga qaytadi. Ular dvigatellarni butunlay o'chirib qo'ysalar ham, shunchaki Oy orqa tomonini aylanib xavfsiz qaytib kelishlari mumkin. Bu qisman energiya va yoqilg'ini tejash uchun, qisman esa xavfsizlik uchun qilingan. Ekipajning zarar ko'rmasdan qaytish uchun yana bir himoya, lekin ular juda aniq ishlashlari lozim. Agar burchak noto'g'ri bo'lsa yoki tezlik bir oz past yoki balandroq bo'lsa, trayektoriyadan chiqib, xavfli orbitaga tushib qolishlari mumkin. Hammasi xavfsiz bo'lish uchun ular Oyga yo'l olar ekan, bir necha marotaba trayektoriyani sozlashadi. Ikkinchi kun ekipaj odatdagi hayot va ish tajribasini o'tadi va 10 kunlik sayohat davomida bajariladigan ba'zi tajribalarni boshlaydilar. Uchinchi kun ekipajlar Oy tomon sayohatni davom ettirishadi. Ular taxminan shu yerda bo'lib, hal qiladigan ishlari ko'pdir. 4-kun bu kun ham deyarli shunga o'xshash bo'ladi. Ekipajlar uyg'onadi, sport bilan shug'ullanadi va tajribalar qiladi. 5-kun missiyaning yarmi hisoblanadi va ertaga ular Oy yonidan o'tishadi. Derazadan qaraganda Oy endi sezilarli darajada yaqinroq ko'rinadi. Yer esa uzoqda kichik ko'k shar kabi suzib yurgandek tuyuladi.
Bugun ular kostyumni tezda kiyishni mashq qilishadi. Bu Orion kapsulasi shikastlansa, unda foydalanish uchun kerak. Agar Orion xavfli holatga tushsa, bu kostyumlar kichik kosmik kema vazifasini bajarishlari lozim. Kostyumlar har bir astronavtga mos ravishda tikilgan va ichida astronavtlar 6 kungacha tirik saqlanishi uchun kerakli texnologiyalarga ega. Unda isitish va sovutish tizimlari, kislorod va karbonat angidrid aylantirish tizimi, aloqa vositalari va hatto inson chiqindilarini kosmos vakuumiga chiqarish uchun texnikalar bilan jihozlangan. Ish kun tugagach ular uxlaydilar va ertangi missiyaning cho'qqisi Oy yonidan o'tishga tayyorgarlik ko'radilar. 6-kun ekipajlar Oyning orqa tomonini ko'radigan kun. Ulardan oldin bu yerda 24 nafar inson kelgan va bugun ulardan ham uzoqroqqa borishadi. Ular kameralarni tayyorlashadi. Oy atrofida uchib o'tish vaqtida kuzatuvlar o'tkazish uchun atigi 3 soat vaqtlari bor. Ular ko'p surat olishadi. Kraterlar, lava tekisliklari, tektonik plitalar va geologik xususiyatlarni o'z ko'zlari bilan ko'rishadi va suratlarga muhrlashadi. Bu keyingi missiyalarda Oy janubiy qutbini qo'nish uchun juda muhim hisoblanadi. Ular yerdagi olimlar foydalanishi uchun shakllar, mayda farqlarni aniq tasvirlab bera olishlari lozim. Oyning orqa tomonini aylanib o'tayotganda 30-50 daqiqa davomida butunlay aloqa uziladi. Ekipajlar u yerda yolg'iz qoladi. Faqat 4 nafar ekipaj va bizning Oy. Bu Orionning mustaqil sinaydigan juda muhim lahza bo'ladi. U yerda jamoa yordamisiz ham to'g'ri yo'nalishni qo'llashi va astronavtlarni xavfsiz saqlashi kerak. Shu vaqt ichida ekipaj Oy suratlarini va videolarini olishga davom etadi. Ular keyinroq Yerga uzatiladi. Mana shu yerda butun mashg'ulotlar foydasi ko'rinadi. Agar kamera muzlab qolsa yoki muhim kadrlar o'tkazib yuborilsa, Yerdagi jamoa yordam bera olmaydi. Lekin ular bu lahzaga Yerdagi mashg'ulotlarda qayta tayyorgarlik ko'rishgan. Shuning uchun u paytda bu ularga odatiy hol bo'lib tuyuladi. Va aynan shu yer ular Yerdan eng uzoqda bo'ladigan nuqta, uydan 450 ming kilometr uzoqlikda. Insoniyat tarixidagi 100 milliard odam yashagan, lekin hech biri bu 4 nafar uchuvchidan ko'ra sayyoramiz xavfsizligidan uzoqroqda bo'lmagan. Ular Apollo 13 ekipaji o'rnatgan rekordni yangilaydilar. Shu paytda ular Apollo 8 kabi Oyning orqa tomonidan manzarani ko'rishadi. 1968-yilda Apollo 8 astronavtlari bu suratni olganida dunyo o'zgargan edi. Bu kosmosda olingan birinchi rangli Yer surati bo'lib, butun dunyo sarlavhasiga chiqqan. Bu surat atrof muhitni saqlab qolishiga katta hissa qo'shgani aytiladi. O'sha surat bir avlodni ilhomlantirgandek, ishonamanki, Artemis 2 ekipajlari ham o'z suratini oladi. Keyin esa Yerdagi jamoa bilan aloqa yana tiklanadi. Ular aloqa uzilgan vaqt ichida qilgan barcha ishlar haqida hisobot berishadi va ro'yxatda qolgan suratlarni olishga davom etishadi. Va ular buni uddaladilar. Ular Oy atrofini aylanib chiqdilar va endi xavfsiz uyga qaytishlari mumkin. 7-kun ekipajlar uchun dam olish kuni. Albatta bu go'zallikni ko'rgandan keyin odam dam olgisi keladi. Ular dam olishadi, jamoa bilan kelgusi kunlarda muhokama qilishadi va uyga xavfsiz qaytish uchun hamma narsa tartibda ekanini tekshirishadi. 8-kun shunchaki Yerga qaytish kuni. Ko'k sayyoramiz tobora kattalashib borayotgandek tuyuladi. Va 9-kunda astronavtlar Yerga qaytishga, xususan yer tortish kuchiga tayyorgarlik ko'ra boshlaydilar. 10-kun Artemis 2 missiyasining so'nggi kuni. Bu astronavtlarni Yerga xavfsiz qaytarish kuni. Ular kunni kirish ro'yxatini tekshirish bilan boshlashadi. Suvga qo'nish uchun hamma narsa joy-joyida ekanini tekshirishadi. Yerga xavfsiz qo'nish uchun har bir qadam mukammal bo'lishi kerak. Ular yana o'sha apelsin rangli kostyumini kiyishadi. Bu missiyaning eng xavfli qismi. Atmosfera bilan to'qnashuvdan oldin ular ko'rinmas nishonga, osmondagi kirish yo'lagiga to'g'ri kelishlari kerak. Buning uchun ular kirishdan 5 soat oldin trayektoriyani tuzatib olishadi. Issiqlik va tortish kuchi juda kuchli bo'ladi. Agar juda yassi burchakda kirsa, ular suv yuzasidan tosh kabi atmosferadan sakrab o'tib, yana kosmosga uchib ketishlari mumkin. Nihoyat so'nggi bosqich. Ekipaj kapsulasi xizmat modulidan ajraladi.
Xizmat moduli atmosferada yonib tugaydi. Ekipaj moduli bitta yonishni amalga oshiradi va endi ular uchayotgani yo'q. Ular yerga qulamoqda. Ular atmosferaga 400 ming km/soat tezlikda tovush tezligidan 32 barobar tezroq kirishadi. Bu tezlikda Orion oldidagi havo shu qadar kuchli his qiladiki, plazma hosil bo'lib, issiqlik qalqoni atrofida yonib turadi. Issiqlik qalqoni bu ulkan bosimga bardosh berish va ekipajni himoya qilish uchun o'zini yoqib yuborishga mo'ljallangan. Nihoyat ekipaj 36 ming funt balandlikda yetgach, oldingi qopiq ochiladi va 25 ming funt balandlikda birinchi parashyut ochiladi. Asosiy parashyutlar taxminan 10 ming funt balandlikda ochilib, Orionni sekinlashtiradi va ekipaj Tinch okeaniga yumshoq qo'nishadi. Ular qabul qilishga tayyor. Ekipaj qabul qilingan zahoti tibbiy xodimlar tomonidan tekshiriladi va olib borilayotgan ilmiy tajribalar uchun namunalar olinadi. Va o'sha lahzada Artemis 2 oddiy bir haqiqatni isbotlaydi. Va o'sha vaqtda Artemis 2 oddiy bir haqiqatni isbotlaydi. Insoniyat yana Oyga qaytishi mumkin va endi qaytish vaqti keldi. Hozir bir videoni tomosha qilayotgan oramizda bir kun astronavt bo'lishni orzu qilayotganlar bor bo'lsa kerak. Har qanday inson orzu qilishga haqlidir va eng muhimi bu hayotda maqsad qo'yish va qayerga borishni xohlayotganingizni aniq bilishdir. Lekin bundan keyin yana bir muhim qadam bor. O'sha maqsadni boshqalar bilan baham ko'rish. Agar bugungi sonimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni bildiring. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing va kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'ling.